So'nggi yillarda elektr energiyasi bilan ta'minlash jabhasida keng miqyosli islohotlar amalga oshirildi. Buning natijasida esa iste'molchilarga uzluksiz tarzda energiya yetkazishning uddasidan chiqilmoqda. 2025-yilda ham hududiy elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan dasturlar doirasida viloyatdagi 185 ta mahallada 669 kilometr elektr tarmog'i tortilib, 273 dona transformatorlar o'rnatildi va 3 dona podstansiyalar qurildi. Bu borada belgilangan rejalar ortig'i bilan bajarilganligini alohida aytib o'tish joiz. Shuningdek, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida yakuniga yetgan yilda 2354 kilometr elektr uzatish tarmoqlari va 835 dona transformator punktlari mukammal ta'mirlandi. 4126 kilometr elektr uzatish tarmoqlari esa 1622 dona transformator punktlari joriy ta'mirdan chiqarildi. Bu kabi keng miqyosli sa'y-harakatlar natijasida 220 ta mahallalardagi 78 mingdan ortiq aholining elektr ta'minoti yaxshilandi. Shuningdek, davlat rahbari tomonidan belgilangan topshiriqqa asosan Andijon viloyatida yo'qotishlarni kamaytirish bo'yicha sohaga ilmiy yondashgan holda zamonaviy yechimni keng tatbiq etish orqali elektr energiyasini texnologik yo'qotishlarni 9,5% ga tushirishga erishildi. 2026-yilda ham korxona tomonidan salmoqli ishlarni bajarish rejalashtirilgan. 443 kilometr elektr tarmog'ini tortish hamda 163 dona transformator punktlari qurish va rekonstruksiya qilish, 2368 kilometr elektr uzatish tarmoqlari va 870 dona transformator punktlarini mukammal ta'mirlash, 4126 kilometr elektr uzatish tarmoqlari va 1703 dona transformator punktlari joriy ta'mirlash shular jumlasidandir. Ushbu rejalar amalga oshirilgach, 291 ta mahallalardagi 80 mingdan ortiq aholini elektr ta'minoti yaxshilanadi. Shu tariqa elektr tarmoqlari korxonasining fidoyi xodimlari yangi yilga ulkan rejalar bilan kirib bormoqda desak aslo yanglishmaymiz.